Assalomu alaykum. Kanalimiz obunachi uchun juda katta skidkani qilamiz. Bunaqa skidka hali O'zbekistonda bo'lmagan. 100 foiz garantiya. Biz hozir 3 ta notebook qo'ydik. 3 ta notebooklar hammasi oddiy, lekin 100 foiz ishlab beradi. Nima uchun ishlab beradi? Word, Excel uchun yoki ingliz tilini ternaadigan bolalar uchun, universitetda o'qiydigan bolalar uchun eng arzon bo'lgan ishlab beradigan notebooklar hisoblanadi. Bu notebooklarni bir-bir tanishib o'tamiz. Birinchi notebookimiz Lenovo notebook hisoblanadi. Lenovo 15 dюйм ekranga ega, klaviaturlar hamma narsasi ishlaydi. 100%, hamma joy original, hech qanaqa joy almashmagan. Parametrga keladigan bo'lsak, Lenovo Core 3 ikkinchi avlodi, 2 GB RAM bor, 300 GB kart xotirasi bor. 100% ishlab beradigan yaxshi notebook hisoblanadi bu. Bularning narxi qanaqa desak, uchalasini ham narxi kilosi 200 ming so'mdan. Bunaqa aksiyalar O'zbekistonda bo'lmagan. Kilosi 200 ming so'mdan. Donaga hisoblasangiz 400 ming so'mdan qilib beramiz donasini. İkinci notebookimiz, bu notebookimiz Acer notebook hisoblanadi. Bu notebookimiz Core 5, prosessori kuchli prosessor, lekin ikkinchi avlod, eski pokoleniya. 2 GB bunda ham RAM, 300 GB kart xotirasi bor. Har tomondan yaxshi notebook hisoblanadi, bemalol ishlab beradi. Zaryadlar 3-4 soatga bemalol yetib beradi bu notebookimizni. Bu notebookimiz ham narxi kilosi 200 ming so'mdan, donaga 400 ming so'm. Uchinchi notebookimiz Acer notebook hisoblanadi. Bu oddiy server. En 30-60, en 40-20 shunaqa o'xshagan server hisoblanadi. Bunda ham 2 GB RAM, 5 GB kart xotirasi bor. Uchalasini ham narxi kilosi 200 ming so'mdan, donaga 400 ming so'mdan qayd etiladi. Bunaqa skidka hali O'zbekistonda bo'lmagan. Bizning manzil Malika bozor, ya'ni Toshkent shahri Malika bozor, Avot 7-do'kon. Bu raqamli eshikka bemalol murojaat qilishingiz mumkin. O'zbekistonning har bitta viloyati, har bitta tumani bo'ylab bitta pochtaga chiqaramiz. Bundan tashqari bular hozir oddiy notebooklar, lekin har qanday notebookingizni bizga murojaat uchun yozsangiz topib beramiz. Bizda qanaqa topishingiz mumkin? Tagida murojaat uchun yozilgan telefon raqamlaridan yoki kanal biosidagi Telegram silkasiga o'tib, bundan boshqa har bir notebook ko'rishingiz mumkin.